rivojlanish markazi 2021-yil Jahon banki ko'magida tashkillashtirilgan. Hozirgi kunga kelib o'yin guruhimizda 4 ta guruhimiz mavjud bo'lib, 100 nafar tarbiyalanuvchilar ta'lim-tarbiya olishmoqda. Bu tarbiyalanuvchilar kambag'allik reyestridagi oilalarning farzandlari bo'lib, ya'ni yolg'iz onalarning farzandlari hisoblanishadi. Markazimizda ingliz tili, rus tili, mental arifmetika, psixologlar bilan birgalikda ta'lim-tarbiya jarayonini tashkillashtirganmiz. Bolalarga sifatli ta'lim-tarbiya berilmoqda. Ota-onalarga ijobiy tomoni markazimiz bepul hisoblanadi va ota-onalar bolalarni markazimizga olib keladi va o'z ish faoliyatlari bilan band bo'laveradi. Tarbiyalanuvchilarimiz uchun hamma shart-sharoitlar yaratilgan. Ilk qadam davlat o'quv dasturi asosida faoliyatlar tashkil etilgan. Bir yil bor, Xudo xohlasa bir yilda bundan ham yaxshi bo'ladi. Nevaramda har tomonlama o'zgarish bor. Biz prezidentimizga rahmatlar aytamiz. Mana shunday sharoitlarni yaratib berganlariga. Sharoitlari juda ham yaxshi, opalari yaxshi, ta'lim-tarbiya berish jarayoni yaxshi. Oilaviy sharoitimizga qarab shu yerga beramiz. Katta bolam endi 3-sinfda o'qiydi. Ishxonamga yaqinligi sababli mutaxassislar yaxshiligi uchun shega berganman. Ismim Nazokat, yolg'iz onaman. O'g'lim Bobomirzayev Diyorbek. Farzandimni ilk rivojlanish markaziga tarbiyalanish uchun olib kelamiz. Bizga kelgandan keyin har tomonlama bolam 100% ga o'zgaradi. Mana bu qizimiz Abdulazizxonova Naimaxon, Akramxon va Odina. Bular hozirgi kunda tumandagi 49-maktabda 3-sinfda o'qiyapti. Bularga men 2022-yil, 23-yillarda uyga tashrif asosida borib faoliyat olib borganmiz. Mana o'sha vaqtdagi olib borgan faoliyatimizni natijasini bugungi kunda, hozirgi kunda maktabda yana davom ettirib kelinmoqda.